Norin tuman yuridik xizmat ko'rsatish markazi bosh yurist konsulti Jamshidbek Mahmudov studiyamiz mehmonilar. Avvalo assalomu alaykum. Assalomu alaykum Jamshidbek, xush ko'rdik Studiyamizda sizni. xush ko'rdik. Bugun ham bir nechta savollar bilan sizga murojaat etamiz va aynan mehnat qonunchiligi borasidagi savollarimizga javob olishga harakat qilish niyatidamiz. Aktual savollar bo'ladi, chunki biz aynan mana shu eng ko'p berilgan savollarni tanlab olganmiz va mutaxassisdan teletomoshabinlarimizga aynan mana shu savollarga javob berishga harakat qilamiz deb aytganmiz. Hamda qadrli teletomoshabinlar, sizda ham mana shu mavzudagi o'zingizni o'ylantirayotgan yoki javobini topa olmayotgan savollaringiz bo'lsa, bizga yozib qoldirishingiz mumkin. Biz albatta soha xodimiga sizning savolingizni berib, javob olib berishga harakat qilamiz. Demak, birinchi savol. savollarimiz bor. Homiladorlik va tug'ish nafaqasini olish huquqi qaysi normativ hujjatlar bilan kafolatlangan? Birinchi savolimiz aynan mana shunday. Demak, homiladorlik va tug'ish nafaqasini olish tartibiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 404-moddasiga asosan ayolga tug'ruqgacha 70 kalendar kun hamda tug'ruqdan keyin 56 kalendar kundan iborat bo'lgan homiladorlik va tug'ish ta'tili beriladi. Agar tug'ruq qiyin kechgan bo'lsa yoki 2 va undan ortiq bola tug'ilgan bo'lsa, ushbu ta'tilning muddati 14 kalendar kunga cho'zilishi mumkin. Shuningdek, homiladorlik va tug'ish ta'tili uchun qonunchilikda belgilangan, lekin o'rtacha oylik ish haqining 75% dan kam bo'lmagan miqdorida nafaqa to'lanadi. Ushbu nafaqani tayinlash hamda to'lash tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Xabaringiz bo'lsa kerak, joriy yilning 1-yanvar kunidan O'zbekiston Respublikasi Davlat ijtimoiy sug'urtasi to'g'risidagi qonuni kuchga kirdi hamda uning ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 796-sonli qarori qabul qilindi. Endilikda davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha ana shu homiladorlik va tug'ish nafaqasi tarzidagi to'lovlar proaktiv, ya'ni fuqaroning murojaati talab etilmagan holatda Ijtimoiy himoya milliy agentligining davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi orqali to'lanadigan yangicha tizim yaratildi. Ya'ni bu amalda qanday ishlaydi? Misol uchun ayol poliklinikada homiladorlik va tug'ish bo'yicha kasallik varaqasi ochtirgach, u avtomatik tarzda jamg'armaning axborot tizimiga yuboriladi. Shuningdek, ayolning ish staji, bandligi to'g'risidagi ma'lumotlar yagona milliy mehnat tizimidan, ya'ni YMMTdan ish haqi hamda daromadlari soliq organlari tizimi orqali integratsiya qilinadi. Ma'lumotlar bazada tasdiqlangach, ana shu ayolga avtomatik tarzda nafaqa hisoblanadi hamda tayinlanadi. Shundan so'ng ayolning mobil telefon raqamiga ana shu homiladorlik va tug'ish nafaqasi tayinlanganligi to'g'risidagi SMS xabarnoma yuboriladi. Yangicha tartib hozirda shunday. Aynan bu shaffoflikni va aynan mana shu ortiqcha ovoragarchiliklarni oldini oladigan tizim bo'ladi. Yana navbatdagi savol bor, birozgina uzunroq ekan. Men maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi bo'lib ishlayman. Joriy yilning yanvar oyida o'quv ta'tili oldim hamda ushbu davr mobaynida betob bo'lib qolganim uchun mehnatga layoqatsizlik varaqasini ochirdim. Ammo ushbu davr uchun menga mehnatga layoqatsizlik nafaqasi to'lanmadi. Shu to'g'rimi? Demak, ham o'quv ta'tili olganlar, o'quv ta'til davomida betob bo'lib qolganlar va bunda ana shu nafaqa to'lanmaganligi yuzasidan. Demak, bu albatta to'g'ri. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 31-maydagi 314-sonli qarori, shuningdek 2025-yilda qabul qilingan 17-dekabrda qabul qilingan 796-sonli qarorlarida mehnatga layoqatsizlik agarda ish haqi saqlanmagan ta'til, ish haqi qisman saqlanadigan ta'til, bola parvarishlash bo'yicha ta'til, shuningdek harbiy o'quv yoki tekshiruv yig'ini vaqtida yoki ana shu o'quv yurtida ta'lim olish munosabati bilan beriladigan o'quv ta'tili davriga to'g'ri kelganda ushbu xodimlarga mehnatga layoqatsizlik nafaqasi to'lanmaydi deb keltirib o'tilgan. Demak, ushbu normaga ko'ra sizga mehnatga layoqatsizlik nafaqasi to'lanmaydi. Qachonki ishga chiqqan paytingizdan boshlab sizga ushbu nafaqa berilishi mumkin. Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, siz o'qishdasiz va o'qish davomida kasal bo'lib qoldingiz. Shu davrda siz ishga kelmayotgan bo'lgansiz va siz mehnat faoliyatida bo'lmagansiz. Shuning uchun sizga aynan mana shu demak, nafaqasi to'lanmaydi. Tushunarli. Rahmat deymiz va so'nggi savolimiz ham bor. Mana shu ish faoliyati davomida, demak, ish haqqi saqlanmaydigan ta'tilni qancha muddatgacha olish mumkin? Bu bo'yicha bevosita ana shu O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 241-moddasiga asosan xodimning yozma
roziligiga ko'ra unga ish haq saqlanmagan holda ta'til berilishi mumkin bo'lib, uni davomiyligi ish beruvchi bilan xodimda o'rtasidagi o'zaro kelishuvga muvofiq belgilanadi, lekin u o'rtacha ana shu 12 oylik davr mobaynida 3 oydan ortiq bo'lishi mumkin emas. Ya'ni demak, bu qoidaga ko'ra xodim o'zi xohlagan vaqtda ish haq saqlanmagan holda ta'tilga chiqa olmaydi. Uning uchun ish beruvchi bilan kelishish kerak. Ish beruvchi agar buni xohlamaydigan bo'lsa, u xodim ana shu belgilangan tartibda ana shu ish haq saqlanmagan holda ta'tilga chiqa olmaydi. Shuningdek, demak rahbariyatning roziligi albatta kelishuv albatta bo'lishi kerak. Shuningdek, kodeksda 242-moddasida ana shu ish beruvchi rozi bo'lmasa ham xodimlarga ana shu toifalar belgilab o'tilgan ish beruvchini roziligini olish talab etilmaydi ushbu holatda. Ya'ni Mehnat kodeksining 242-moddasi ham bor. Shunday normalar ham keltirib o'tilgan. Ya'ni unga ko'ra urush qatnashchilari yoki imtiyozlari bo'yicha urush qatnashchilariga tenglashtirilgan shaxslar yoki birinchi, ikkinchi guruh nogironlari salomatligida nimalar bor. Undan tashqari 2 yoki 3 yoshgacha bolani haqiqatda tarbiyalayotgan ota-onani biri, bobosi, buvisi yoki yaqin qarindoshiga yoki 12 yoshga to'lmagan 2 va undan ortiq yoki 16 yoshga to'lmagan nogiron bolani parvarishlayotgan ota-onani biriga 14 kalendar kun muddatgacha, ya'ni yil davomida u ish beruvchining roziligisiz ham xodim kelib ariza yozadigan bo'lsa, unga ish haq saqlanmagan ta'til berishga majbur bo'ladi ish beruvchi. Ushbu tartibot hozirda ana shu Mehnat kodeksi bo'yicha. Jamshidbek, bugun beriladigan savollarimiz shu edi va endi sizga ham bir imkon beramiz. Bugungi kunda aynan Norin tumanida sizni tizimingizda eng ko'p beriladigan savollar qaysi bo'lyapti? Bizning tizimimizda hozirgi kunda birinchi dolzarb bo'layotgan homiladorlik va tug'ish ta'tili bo'yicha bilsangiz, yaqinda 796-sonli ana shu hozir yuqorida aytib o'tganimdek qaror qabul qilindi. Endilikda ana shu Davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha nafaqalar Ijtimoiy himoya milliy agentligining ana shu jamg'armasi orqali to'lanadigan yangicha 1-yanvardan tizim yaratildi. Shu bo'yicha hozirda biz o'zimiz bevosita ishxonamizga ham, bevosita telefon orqali murojaat qilishadi tartiboti bo'yicha yuqorida aytib o'tdim. Endilikda hozir ana shu bevosita Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan, jamg'armasi tomonidan to'lanadi. Ana shu nafaqalar. Buni hali ko'pchilik ish beruvchilar tushunib, buxgalteriya xizmatlari ham hali bir oxiriga yetib nima qilgani yo'q. Endilikda hozir shu tartib bo'yicha. Lekin bu jarayonni Baholi Qudrat mana shu aholiga, yurtdoshlarimizga tushuntirishga harakat qilamiz. Rahmat deymiz bugungi ma'lumotlar, bugungi suhbat uchun. Ishlaringizda biz omad tilab qolamiz.